Dunyo bo'ylab qandli diabet ikkinchi turi bilan yashayotgan odamlarning yarmi o'z kasalligini bilmaydi. Chunki xastalikning dastlabki bosqichida alomatlar sezilmasligi mumkin. Uni o'z vaqtida aniqlash esa diabetni nazorat ostiga olish imkoniyatini 90% ga oshiradi. Maxsus testlar esa kasallik xavfini baholash va profilaktikasida eng samarali usuldir. Qandli diabet ikkinchi turi xavfini aniqlovchi savolnoma. Men 4 kilogramm va undan yuqori vaznli bola tuqqan ayolman. Agar bu savolga ayollar ha deb javob bersa, 1 ball qo'shiladi. Mening aka-uka, opa-singillarim ichida qandli diabet ikkinchi turi bilan kasallangan bor. Ha deb javob berilsa, 1 ball qo'shiladi. Ota yoki onam qandli diabet ikkinchi turi bilan kasallangan. Ha degan javobga 1 ball qo'shiladi. Mening tana vazni indeksim 25 kilogrammdan yuqori. Bu so'rovga ha deb javob berilsa, 5 ball qo'shiladi. Men kam harakat qilaman. Ijobiy javobga 5 ball qo'shiladi. Mening yoshim 45-65 oralig'ida. Ha deb berilgan javobga 5 ball qo'shiladi. Mening yoshim 65 yoshdan yuqori. Ha deb javob qaytarilsa, 9 ball qo'shiladi. Agar yig'ilgan ballar 9 dan yuqori bo'lsa, qandli diabet ikkinchi turi rivojlanish xavfi o'rtacha. 14 balldan ko'p bo'lsa, qandli diabet ikkinchi turi rivojlanish xavfi yuqori degan xulosa kelib chiqadi. Bunda zudlik bilan shifokorga murojaat qilish lozim. Qandli diabet ikkinchi turini oldini olish o'z qo'limizda.